Tamaki sotishlikdan, chekishlikdan kim foyda ko'ryapti, birodarlar? Dinimizga dushman bo'lgan yahudlar. Biz kimni boyityapmiz? Ana shularni. Taassuf yer yuzidagi eng ko'p sigaret chekadiganlar bu musulmon o'lkalarda yashaydigan odamlar ekan. Bitta tamaki ishlab chiqaradigan kompaniya akalar bir kunda musulmon mamlakatlarga sotgan sigaretning foydasi 110 million dollarga teng bo'lar ekan. Bir kunda 110 million dollar musulmonlarning uyidan mana shu g'ayridinlar pulni chiqarib olib, salomatchiligini yo'q qilishlik hisobiga daromad qilar ekan. Ana shu katta ko'zga ko'ringan tamaki ishlab chiqaradigan kompaniyalardan bittasini 2011-yilda topgan daromati 8,6 milliard dollar ekan. Bu salomatchiligimizni boy berishlik hisobiga ularga pul beryapmiz. Biz musulmon sifatida molingizga, joningizga, aqlingizga zarar qiladigan narsani harom deb aytamiz. Inaken tamaki sotishlik nohotda ishlab chiqarishlik nohotda katta biznes ekan, katta foyda keltirar ekan, 5 barobar qimmat sotar ekan ishlab chiqilgan mahsulotini narxidan. 20 tanga tutsa 1 so'mga sotar ekan. Va bilasizlarmi? Mana eskilar biladi, eski sigaretlar tortib turmizda o'chib qolardi. Hozirgilarda tutashtirib qo'ysangiz o'zi tugaveradi. Bilasizmi nimaga? Mana shu qog'ozini spikka chilab ishlab chiqarilar ekan. Bu haliga chekuvchilar uchun qulaylik yaratishlik, hada guycha qo'rmasin degan. Bitta tutashtirib qo'ydingiz. Bu degan tezroq tugadi, yana bitta tutashtirasan degan. Ahmoq emas bular. Nahan Nabiy sallallohu alayhi va sallam an kulli muskirin va mufattirin. Imom Ahmad va Abu Dovuddan Ummu Salama roziyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qanday mast qiluvchi, badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi narsalarni iste'mol qilishdan qaytardilar. Imom Buxoriy va Muslimda keltirilgan hadisda Rasululloh shunday dedilar. Qaranglar. Zahar ichib o'z jonini qatl etgan kimsa jahannam olovida zaharlarni mangu ichadi. Sigaret chekishlik oqibatida o'lgan odam zahar ichib o'lgan odam bilan barobar. Faqat bu zahar sekin-sekin ta'sir qiladi. Ko'zimizni katta ochaylik. Chekishlik o'zini o'zi halok qilishi degani, o'zimizni, jonimizni, aqlimizni, molimizni, naslimizni birodarlar halokatga uchrashidan saqlaylik, chekishni tashlaylik. Chekishni tashlaylik. Bugun farzandlarning jismoniy tarbiyasi haqida so'z yuritgan bo'ldik. Avvalgi darslarimizda iymoniy tarbiya, axloqiy tarbiya va mana bugun jismoniy tarbiyani gapirdik. Inshaalloh keyingi darsimiz farzandlarning aqliy tarbiyasi haqida bo'ladi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.